بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quyidagi rivoyatni zamonamizning katta allomalaridan bittalari rivoyat qiladilar. Zamonlarning katta allomalaridan, tafsir fanining donolaridan Muhammad Rotib Nobulsi degan katta olim borlar. Bu kishini ko'p kishi inshaalloh taniydi. Muhammad Rotib Nobulsini oldilariga bir yigit keladi. Yigit aytadiki, yoshim ham 26 ga borib qoldi. Uylanish vaqtim kelgan. Lekin uylanishga na sarmoya bor, na uy bor, na joy bor. Lekin uylanishim kelyapti. Bu holatda agar men oylikka qarab ishlasam, na uy ola olaman, na to'yga pul yig'a olaman. Ayollar mahr so'raydi. Arab davlatlarida pul so'raydi. Nima qilishlikka hayronman. Nima deb menga maslahat berasiz? Avvalo menga bir maslahat bering, keyin haqqimga bir duo qiling. Muhammad Rotib Nobulsi aytadilarki, Alloh taolo Qur'oni Karimda وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ deb marhamat qiladi. Kimiki Allohga taqvo qilsa, Xudodan qo'rqsa, taqvodor bo'lsa, Alloh taolo uning mushkulini oson qiladi. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا band qolgan joydan uni chiqaradi. O'zi o'ylamagan tarafdan unga rizq nasiba berib qo'yadi deb aytadilar. Meni senga nasihatim, taqvodor bo'lgin, Xudodan qo'rqqin, qaysi joyda bo'lsang, Alloh taoloni kuzatuvchiligini rioya qilgin. Haqqingga duo qilaman deydilar. Bu yigit do'konda sotuvchilik bilan shug'ullanadigan yigit bo'lgan. Yigit do'koniga boradi, o'ylaydi, fikr qiladi. Qanday taqvo qilishim mumkin? Namoz bir kunda 5 vaqt o'qiyman. Ro'zalarni tutayotgan bo'lsam, haromdan, aroq u narsalardan yiroq bo'lsam, ba'zida zikr qilib tursam, halol harom chegarasiga rioya qilsam, qanday yana taqvodor bo'lay? Yigit bir necha kun o'ylaydi. Namozlarda Alloh taolodan iltijo qilib so'raydi-kim? Yo Rabbim, menga o'rgat. Sendan nimani so'ray va qanday taqvodor bo'lay? San va'dang bor axir. Taqvo qilgan odamni mushkulni oson qilasan, rizq nasibasini keyin qilasan. Taqvodor bo'lishni, qanday Xudo tars bo'lishni menga o'rgat yo Rabb deb namozlarida Alloh taolodan so'raydi. Alloh taolo yigitni qalbiga shunday bir ilhom beradi. Namozim but bo'lsa, 40 farzni qilsam, bir do'kondor do'konini omonat qilib menga qoldirib ketadi. Uning matohi ham, uning narsalari ham hammasi meni izmimda. Uning xazinasi ham, ya'ni kassasi ham meni izmimda. Mana shunday taqvodor bo'lamanki, o'ylaymanki, shu do'kon meniki. Shu do'kon menga tegishli. Agar shu do'konning xo'jayini men bo'lsam, qanday yo'l tutardim, shunday yo'l tutaman deydi. Demak, men ish tartibimni o'zgartiraman. Ertalab vaqtiga kelish kerakmi? Vaqtiga kelaman. Ishni tugatgach vaqtiga qaytish kerakmi? 5 daqiqa oldin emas, vaqtiga qaytaman. Odamlar bilan qanday muomalada bo'lishlik kerak bo'lsa, shunday muomalada bo'laman. O'ylaymanki, shu kundan e'tiboran do'kon meniki. Shu kundan e'tiboran taqvoni shu tarafga qiladi. Do'kon o'ziniki deb o'ylaydi. Shunday muomala qiladi. Odamlar bilan ham, narsalar bilan ham, hifzi himoyada ham, pul bilda ham, xarajatda ham. 2 yil o'tadi. Do'kon sohibi xo'jayin do'konga kelishi ancha kamayadi. Avval har kuni bir xabar olsa, keyin kunaro, keyin 3 kunda bir va hokazo. Do'kon egasi buni sinaydi. Ba'zida pulni sanamasdan tashlab ketadi,
ba'zida kalitni unga qoldirib ketadi, ba'zida 3-4 kun kelmaydi va hokazo. 2 yil o'tgandan keyin deydilar, bir kuni do'kon sohibi keladi. Do'konni taftish qilish uchun, yillik hisobotni ko'tarish uchun. Yillik hisobotni ko'taradi, do'konni taftish qiladi. Taftishdan keyin sen bilan bir joyga borib kelsak maylimi deydi. Mashinasiga o'tkazadi. Bu bilan bir chekkaroq joyga boradi. Borsa bir imorat. Imoratning ichiga kiradilar, bir uyning ichiga olib kiradi. Imorat qanday chiqibdi deydi. Xo'jayin gapi yo'q deydi. Juda zo'r. Bu imoratga bilasanmi sening ham hissang borligini? Xo'jayin deydi, hissam qo'shilgan bo'lsa qo'shilgandir. Lekin mening ham rizqi nasibamda sizni hissangiz bor. Do'koningizda ishlayman, oylik olaman, issiq sovug'im yaxshi hammasi. Mana shu uy deydi, senga sovg'a. Mana shu uy mendan senga sovg'a deydi. Farzandlarimni bilasan deydi. Qizlarimni taniysan. Faloncha qizimni bilasanmi? Agar xohlasang, qalbing moyil bo'lsa, ota-onang rozi bo'lsalar, shu qizimni ham senga nikoh qilib beraman deydi. Bu yigit Muhammad Rotib Nobulsini oldilariga qaytib keladi. Shayx deydi, taqvodor bo'l deganingizda hayron bo'lgandim. Nimadan taqvo qilay? Nimadan saqlanay? Meni sizdan so'raganim saqlanish emas, harakat qilib pul topish, uylanish, uy-joy qilish. Siz esa tiyil dedingiz, saqlan dedingiz, chegaralarga rioya qil dedingiz. Bu chegaralarga tushsam xarob bo'laman deb o'yladim. Lekin Alloh taolo menga 2 yilda uy-joy ham berdi, ahli ayol ham berdi. Shayx Muhammad Rotib Nobulsini uyiga etib bir ziyofat bergan ekan. Alloh subhanahu va taolo taqvodorlarni sevadi. O'zi bilmagan joydan unga rizq va nasiba beradi. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kun masjidda sahoba-i kiromlar bilan o'tirganlarida bir yosh, zabardast, billaga kuchga to'lgan bir yigitni ko'rdilar. Qarasalar, tilanchilik qilib, gadoylik qilib o'tiribdi. "Hoy yigit, menga qara" dedilar. Yigit keldi. "Nima qilyapsan?" dedilar. "Ya Rasululloh, hech vaqo yo'q. Tilanchilik qilyapman. Bu bir narsa bersa, sariq chaqa bersa, bir parcha non bersa, shu bilan kifoyalanaman ya Rasululloh." "Nimang bor?" dedilar. "Uyda nimang bor?" "Ya Rasululloh" dedi. "Bir choyshabim bor. Bitta ovqat yeydigan kosam bor. Boshqa hech narsa yo'q" dedi. Hech narsa yo'q-da endi. Bu yerda yoshi keksalar, 70 dan o'tganlar buni yaxshi biladilar. Hech narsa yo'qligini biladilar. Yo'q-da endi. Yo'q bo'lsa yo'q. 100 ga 80 ga kirganlar kambag'allik nima ekanligini, bir parcha non qanchalik qadrli ekanligini biladilar. "Ya Rasululloh" dedi, "bitta ko'rpam bor. Kechqurun xotinim bilan ikkalamiz yopinamiz. Tagimizda sovon. Bitta kosamiz bor. Ikkalamiz shu bilan suv ham ichamiz, ovqatlanamiz." Payg'ambar alayhissalom aytadilar-ki, "Kosangni olib kelgin." Kosani olib keladi. Hazrati Rasululloh aytadilar kosani ko'tarib. "Shu kosani kim sotib oladi?" dedilar. "Kim sotib oladi shu kosani?" dedilar. Bir sahoba-i kirom aytadi, "Ya Rasululloh, men 1 dirhamga sotib olaman" dedi. 1 dirhamga sotib olaman. Shunda ikkinchi bir odam, "Ya Rasululloh, men 2 dirhamga sotib olaman" dedi. U kosa o'zi sariq chaqa. Uning qiymati Payg'ambar alayhissalomni nazarlari yo'q, qo'llari tushganlardan. Alloh taolo
yaxshilikka shafoat beruvchiga bergan barakasidan. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, kim 2 dirhamga olaman dedi, ha men olam, bu yoqqa kel dedilar. 2 dirhamini ber dedilar. 2 dirhamini oladilar uni. 2 dirhamni yigitni qo'liga beradilar. Bozorga borgin dedilar. Bu 2 dirhamga bitta bolta, bitta arqon ip olib kel. Bolta bilan ipni olib keladi yigit. Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalom o'zlari uning boltasiga dasta sop taqlaydilar. Boltasini sopli qilib beradilar. Aytadilarki, ana bu bolta, ana bu ip. Endi ko'zimga 15 kun ko'rinmagan deydilar. Umuman bu yerlarga yaqinlashmagan. Borgin, o'tinchilik qilgin, pul jamlagin, 15 kundan keyin qaytib kelasan deydilar. Alloh barakangni bersin, rizqingni kengaytirsin. Bu yigit boradi, 15 kundan keyin qaytib keladi. Sahoba-i kiromlar aytadilarki, fa inna darahima tatakallamu fi jaybi. Shahdam qadamlar bilan masjidga kirib kelayotganda cho'ntagidagi dirhamlar gapirardi. Jarang-jurung gapirardi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan kelib shahdam ko'rishdi. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, qanday? Ya Rasululloh dedi, yaxshi. Qancha pul bor? 12 dirham dedi. 12 dirham. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, kim? Qiyomat kuni yuzing go'shtsiz kelganidan ko'ra go'zal xush surat kelishliging yaxshi emasmi dedilar. Tilanchilarning yuzlari shunday bo'ladi dedi Payg'ambar alayhissalom. Tilanchini yuziga suvi go'shti qolmaydi dedilar. Borgin, ahli oilangga ishlatgin, ahli ayolingga sarflagin. Undan keyin mana shu ishga davom bergin deb Hazrati Rasuli Akram alayhissalom aytadilar. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu bilan rizqning halol yo'llari bor ekanligini jamiyatga, u odamga uqtiradilar. Rizq biz o'ylamagan tarafdan ham kelishi mumkin. Harakat bizdan bo'lsa, Alloh taolo rizqni beradi. Alloh va huva xoyrur roziqin. Onamizni qornida edik, Alloh rizqimizni yetkazdi. Har bir o'rmalagan jonzot borki, Xudovand rizqini beradi. Banda harakat qilsa yaxshiroq hayot kechirishlikning inshaalloh ko'chasiga tushadi. Hazrati Payg'ambar alayhissalom demak nima qildilar? Halol yo'ldan ishlashni o'rgatdilar. Bu hadisda birinchidan tajriba egalaridan, ilm egalaridan maslahat olish. Ikkinchisi Alloh taolodan rizqni so'rash. Uchinchisi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam unga to'g'ri yo'l ko'rsatdilar. Kelib rahmatni e'lon qilish. Jamiyatdagi eng yomon illatlardan bittasi rizq nasibani nohaq yo'ldan o'zlashtirish yoki eng yomon illatlardan bittasi boqimandalik. Tilanchilik yo'liga tushish. Bir odam aytadi, ba'zida mening, ba'zida ayolimning, ba'zida katta bolalarimning cho'ntaklaridan pul yo'qola boshladi. Qarasam, kichkina bolam o'g'irlik qilayotgan ekan. Bir kun meni cho'ntagimdan oladi, bir kun onasini qopchog'idan oladi, bir kun apasini qopchog'idan oladi. Hayron qoldim. Nima uchun bu bola o'g'rilik yo'lini tutyapti? Katta bir ustoz bilan borib maslahat qildim. Maslahat qilganda ustoz aytdilar, kim? O'g'lingni urushma, koyima, jirkima, uni qiynoqqa solma. Demak, unga pul kerak. Pul kerak. Bu ehtiyojini boshqa tarafdan qondir. Qanday qondiray? Vazifa ber, pul ber. Haqiqatda bordim. Bolam dedim.
2 karalikni yodlab bersang 10 ming so'm beraman. Bir kunda yodlab berdi, 10 ming so'm berdim. 3 karalikni yodlasang 30 ming so'm beraman. 3 karalikni yodlab berdi. Ana shunday qilib bolani halol mehnat qilib, halol pul ishlashga o'rgatdim deb aytgan ekanlar. Inshaalloh hammamiz fayzli kechalarda turibmiz. Xudoy taolodan keng rizq so'raylik. Ko'plarimizni shogirdlarimiz bor. Ko'plarimizni alhamdulillah farzandlarimiz bor. Ularni ham halol rizq talabida bo'lishlikka o'rgataylik. Tilanchilik, tamagirlik, nechog'lik mudhish bir ish ekanligini ularga anglataylik. Buxoroni mehmon kutadigan xonalarini chiqish eshigining tepasida hamisha bir maqol yozilgan ekan. Azzaman qana va zallaman tama. Azzaman qana, qanoatda yurgan odam hamisha aziz va mukarram. Tamagir esa hamisha xoru zalil. Alloh subhanahu va taolo bergan rizqiga qanoat qilmog'imizni nasib aylasin. Rizqimizni haloldan kengaytirsin. Xayru barakotimizni ziyoda qilsin. Ba'zilar tama bilan, tilanchilik bilan mana shunga mubtalo bo'lgan bo'lsa, ularni tarbiyalashni Alloh nasib qilsin. Bir savol berdi. Bir necha tilamchin dedi, korxonamga chaqirdim. Ish bilan ta'minladim, oyligini ham qo'ydim. Lekin hammasi qochib ketdi. Nega? U tochkasidagi daromadi ko'proq bo'lganda endi. Endi tilanchiga ko'p narsa kerak emas-ku. Bitta qog'oz, bitta selofan, bitta rasm. Tamom. Tochka bor, pul kelyapti. Yo'q. Lekin al-a'malu bil xawatim. Ishlar nihoyasi bilan baholanadi. Alloh taolo hammamizni qanoat toji bilan izzatlantirsin. Qiyomatgacha keladigan zurriyotimizni va hammamizni behojat bo'lmog'ini, faqat hojatimiz yagona Parvardigorga bo'lmog'ini nasib va muyassar aylasin. Amin va rabbul alamin.